Assalomu alaykum, hurmatli Elrizo o'z kanali obunachilari. Kanareyka ishqibozlari, qush ishqibozlari. Bugun videolarimiz Namangan viloyati, Namangan shahar Rameka bozoridan kanareykalarni qatorida video syomkalarimiz boshladik. Bugungi cheklarimiz 2025-yil 4-may haftani shanba kuni. Sizlar uchun chiqaradigan videolarimiz faqat kanareykalarni qatorida, kanareykalardan bo'ldi. Xo'p. Sizlarda faqat like, kommentariya, obuna bo'lish bo'lsa, sizlar uchun yana xudo xolasa videolarimiz chiqazaveradi. Bu ikkinchi qismi video Popugay bozori chiqdi. Bundan oldingi videoda bu ikkinchi qismi. Aka bilan narxlar qanchadan? Narmi bilan? Hammasi nar bilan. 500 ming kami bo'ri bor, 400 ming kami. Hop, mana shu eng pastidan ketadi necha pul bunisi? Eng pastidagilar 500 mingdan kami bor. Bu ekkovi. Ha, mazakalar. 500 mingdan kam bor aytilyapti. Mazaka ishlaganmi bilan? Ishlagan. Urug' o'tadi, javob. O'tadi, javob. Urug'ida javob o'tadi. 500 ming so'mdan kam bor aytilyapti. Bozor berganicha? Bozor bergani 300 mingdan qildi. 300 mingdan berilmadi. Yo'q. Sayrog'i bor. Sayrog'i chepi yo'q. Chepi yo'q, sayrog'i bor. Bo'ldi, 300 ming so'mga qo'shilsa beriladi, nomerlarni qoldiraman. Hop, bularcha limonlar. Ispan. 600 ming kami bor. 600 ming so'm kami bor. 400 mingdan baho bo'ldi. Bozor 400 ming so'mdan berilmadi. Bular urug' o'tadi, ishlagan. Ishlagan. Xudo xolasa urug' o'tadi, ishlagan deyaptilar akamiz. Hop, keyin ikkovi ham bir xil narx bo'ldi. Hop, bularcha? Mana ular gazeta variantlar 500 mingdan. 500 ming. Bozor berganicha? 300 mingdan berdi. Ishlaganmi bilan? Yo'q, ishlamagan hali. Hali ishlamagan. Bu to'ttasiga shunaqa narx berdimi? To'ttasiga 300 ming so'mdan savdosi bo'lib berilmagan kasetalar. Bular urug' o'tadi, xudo xolasa. Bola urug'lik bo'lsa bo'laveradi, tayyor xudo xolasa. Bular ichida mana mazaka qanaqa? Ishlaganmi? Tepedagi mazaka ishlagan. Mana mazaka. Bola bergan. Bola bergan. Hop, moda u narmi? Nar u. Urug' o'tgan, nar, hop, o'tgan savdosi necha pul bo'ldi buni? 400 ming ikkovi ham. Ikkovi ham 400 ming so'mdan berilmagan variantlar qo'shilsa beriladi yoki akani yaxshilar aldasani berib yuborishlari ham mumkin. Nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bulargacha bularning qaysi biri moda? Hammasi moda, ishlagan. Ishlagan model ekan bular. Hop, bola bergan. Nomeringiz necha? 99 lik. 323 78 84. Adres qayerda? Namangan tumani. Namangan tumanidagi akamizda bor, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat yarim kechasi bezovta qilmang, iltimos. O'tgan videoyimizda maslahat berish tekin desa, yarim kechasi 2-3 ta ham telefon qilaverasizlar. Bunaqa qilmang. Akani ham bezovta qilmang. Xo'p, endi Ravshan akamizga keldik. Ravshan akamizdan o'zi 3 dona qolib chiqil mo'ljali. Qolganlari bo'shabdi mana. Assalomu alaykum. Ravshan aka, charchama. O'yla tinchmi? Charchama turibsizmi? Savdolar barakasini bersin. Sotildimi bular? Sotildi, mashina qoldi-da. 3 ta qoldi. Qanchadan bo'ldi bular? Bular 550 mingdan. Savdosi bo'ldi. Bermadi. Yo'q, sotildi qolganida bular 550 mingdan. Qolgani 450 ming sotyapmiz. 450 ming so'mdan. Qolgan to'rttasi ketdi. Bular 1 milliondan. Aqda ham bor, qaraman. Hop, ishtek o'zi 4 ta mana bo'shagani, mana bular 6 ta bo'shagani, 8 ta bo'shagani. Sal kecha yo'q, aqda qolib ketdim. 1 soatga yaqin aqdan video oldim. Kanareyka bozoridan boshlaydi. Masha, Kanareykaning o'zi xudo xolasa bugun videomiz. Hop, bular 1 milliondan kami bor. Kaseta, chap yo'q-a bular birortasida ham. Bular traynik qushlar, toza qushlar. Agar to'lov bo'lsa 500 dollar bo'ladi, uni uydan sotamiz. U uyda bu baqa chiqmaydi. Bular endi o'zini kamchiligi borda. Kamchilik, ha, beay parvodgor, lekin iloji yo'q. Bu qush bu, inson emas, yodlab olgani. O'shanda ham lekin zo'r qushlar. 1 milliondan kam bor aytilyapti, savdosicha. Ber, savdo qilgani bozor. Bozor 1 million qildimi? Yo'q, 1 million deyapti. Xo'p, qancha qildi bozor? 750 ming sotdi bitasini. Bitasini. Buni ham shunaqa sotamiz, 700-800 sotamiz. 800 orasidagilar. Bular hamma 800 orasida. 450 ming so'm. Manlarga 450 ming so'm. Bulardan ham o'zi kam ular. bundan ko'ra bitta ikkita kam. Buni o'zini ishqibozlar tushunadi. U ta'riflash hojati yo'q, o'shiqcha gap, o'shiqcha. Xo'p. Mana qilaylik, nomeringizni ayting. Hozir nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat Kanareyka bozoridan bo'l. Nomeringiz necha? 93 lik. 912 52 22. Mana sayraverib o'zi ham. Bular uylarda bor. Qachon qilamiz uydan videoni? Sarkaga rosam. Hozir ko'payishdimi bular? Ha, ko'payishdi. Bir oydan keyinmi, xudo xolasa? Bir oydan keyin issiq ketadi. Qanchadan keyin? Bir vaqtini aytsangiz.
Nomerim tushdi-ku, o'tgan hafta gaplashdik. Mayli, birodar. Bir hod desangiz, vaqtingizga qarab tayyorgarlik qilib chiqazamiz aka-nam o'ylardan nomerlarni oldik, aloqaga chiqaverasizlar. Endi keyingilardan ko'ramiz. Faqat shunda qafas so'raganlar uchun, valer boqaman deganlar uchun. Mashada nomerni qoldirib ketaman, mayli. Alloh uchun savobgarchilikka. Mashadagilarni telefon qilsana, mana shu nomerga valer bor ekan. 91 340 91 05. Mana valerlar sho'laniki ekan. Ushbu o'qsa bo'ladi, bemalol. Faqat gala qilib o'qiladi. Bunda bola o'lib bo'lmaydi. Ya'ni bola olamanda ovora bo'lmaydi bunda. Hop, akamiz keyingilardan ko'ralicha oqlardan bor ekan, har xilidan bor ekan. Shapka ham bor. Aka bilan hormona. Biz bulardan ham bitta bilib o'tamiz. Shapka bor ekan OTVdagilar. Qaysi bir qanchadan bo'ldi aka, bitta ma'lumot olsa bo'ladimi? Bu chekada hammasini beraylik, nomeringizni qoldirib ketamiz oxirida. YouTube'ga video qora boshini ichib bilan bo'ldi bular shapka. Narxi $100 buni. Bozor qancha berdi bunga? $100 aytilyapti, shu narxini o'zi bilamiz. Savdosi qancha bo'ldi uni? Nima? 900 mingga berma. 900 ming so'm berilmadi, 300 ming bo'ladi bo'lmasa 400 ming so'm. 900 mingga berilmadi, qo'shilsa beriladi bu balandlar. Akani aldasana balkim o'sha 900 mingga ana berib yuborardilar balki. Bunisi qancha bo'ldi? Bu hakka. Bu qaysidan chiqqan bu hakka? Ko'kdan chiqqan. Ko'kdan chiqqan. Gibrid. Hop, savdosi-chi buni? Rakini 300 ming so'mdan ortga beraman. Nechtasini? 5tasini. Hop, 4tayu ba'da birortami yo'q o'sha anda. Mana ham qimmat mana zo'klar. Buni bildim, bu beko bitta qo'yish. 800 ming so'mga 5 oylik. 800 ming so'm. Ha. Bu sayroqda o'zi. Mana to'g'ri sari. Mana chirilash borda endi qaldirg'och kelib qolgan g'itchillar. Xudo xolasa. Hop. Taglarda Endi sayrash boshlayapti. Endi kalina qilyapti. ha, endi bular chiqdi. Yaqinda chiqqan. Mana-chi, mana ham chiroyli narsa ekan. Rangi chiroyli chiqdi. Modami bu? Hakka moda chiroyli chiqdi. Buni savdosi qancha bo'ldi? Qani savdo bo'ladi. Hali unisi bo'lmadi. Xo'p, sizda postoyanniy bo'ladi-a? Postoyanniy bo'ladi. Adres qayerda? Namangan To'raqo'rg'ondagi akamiz uylari. Nomerlarni qoldirib qo'yaman, faqat shom namozdagi yoki xufton namozdagi bezovta qilmang, iltimos. Ko'pchilikga shu narsani tavsiya qilib ketamiz. Xo'p, aka, bizning kanalimizdan chiqishsa, arzonroq qilib, chiroyli qilib, ishonarli berasizmi? Chunki men oldin nomer qo'ymasdim, hamma menga telefon qilyapti. Men o'zim qushim bor, yetarligi. Men dastavka qilib berishga men vaqtim ham bo'lmayapti, to'g'risi. Shuning uchun bozorga chiqib, bozordan beray. Faqat olgandan keyin ularda ishlov bersin. Kanalni ham, ha, deganim misol uchun, ha, bizga kanalni ham obro'z tushib ketmasin. Qolgan misol uchun Farg'ona, Andijon, Toshkent, qolgan yoqqa faqat internet orqali savdo qilyapti. Biz ham o'shanga o'tib faqat internet orqali savdo qilaylik. Bozorga kelib vaqt o'tkazib turmasdan. Sayrab turgan qushlar bozorga chiqmaguncha chig'onchligi bor-da. Sayramay turibdi. Tushundim deganim aka, uyingizdan video qilib ber desa, terib, addayni qilib, chiroyli qilib Telegramdan tashlab beraverasiz. 150 ta qush bor uyimizda. 150 ta. Demak, akamizda yetarli ma'lumotni xotirjam osana bo'lib, faqat o'shaga imkon bo'lsa, faqat Telegram orqali javoblashaylik. To'g'risi, men o'zimga malol kelgani singari, akaga ham malol keladi. Aka, bir imkoniyat bo'lsa, menga ham telefon qilib, bir uydan ham video qilaylik. To'raqo'rg'onga seshanba kuni boramiz. Shahidon mol bozoriga qaytishda imkoniyat bo'lsa agar. Xo'p, nomeringiz nechi? 94lik. 714 2662. Bu ham sizdanmi? Aka, xudo xolasa aloqaga chiqishadi, bir chiroyli qilib berasiz, inshaalloh. Bo'ldi, akamizni aloqaga chiqishadi, xudo xolasa chiqsani chiroyli qilib berishadi. Keyingilardan ko'ramiz mana bu. Chiroyliklardan mana. Qoni tozalardan inshaalloh. Aka, bular savdosi qanchadan bo'ldi? Savdosi qanchadan bo'ldi bularni? 500 ming hammasimi? Donasi 500 ming so'mdan narx aytilyapti. Mazakalar bor mana. Har xil ko'klar bor. 500 ming so'mdan narx aytilyapti. Akamiz ma'lumot bergilar kelmadi, bersalar darrab olardi. Kerakmi bir ma'lumot beraylik aka bilan? 500 mingdan kam bor aytilyapti-ku, akamiz suruvlar kelmadi, ma'lumot shart emas ekan, men xafa bo'lmaymiz. Hop, endi keyingilardan ko'raylikchi. Bozorlarimizda asl serok-ku, endi men chiroyliklar uchun to'xtab qolgandim. Mana bor, mana bor. Savaga. Ko'rib yo'qdi, kelishayri. Qaysi? Mana jigarlar turibdi, mana. O'tdi-da. Ayshi moda bor. Shularning chiroyli Alloh barakasini bersin.
Gibrit narmi modami? Gibrit narmi modami? Gibrit o'qiymi? Narmi modami? Narmi? Sava bilan chiqqan. Alo, sava bilan kanara ekan. 1 million so'm savdosi. Modeli chiqdi. Modeli buni o'qlaydi-ya. 180 ga beraman. Chiji. Chijiga gibrit mo'ljali bu. Savat qo'shganda bu bo'rini ana bu qo'noqdagi ana. Buni 200 ga beraman. Ha. Mana ko'k bor mana. Ko'k bor. Buni ham 180 ga beraman. Ko'k. Narmi yo modami siz aytgash? Modami ular? Qaysi bular moda o'ka bular? Moda siga. Qaysi gavdes kichkina yaxshi savaga. Mana gavdes kattaroq bu moda. Aka bu narlar qanchadan narlar? Bular narlar. Narxini shpillan bularni? Narx o'ka 400 dan. 400 mingdan. Ha, 400 ming. 400 mingdan kami borlar hammasi. Akana nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. 400 mingdan narx aytilyapti. Mana ham gibritmi? Ha, gibrit. Mana. Yo'q, bu yo'q, o'ka bu 1,5 million kam bu. 1,5 million. 1,5 million kam bor aytilyapti ekan. O'zaka bari ko'p. O'shan alaq savoga yurganman. Savo bilan yurgan. Olotda. Shu 500. 200 bilib beraman o'ka. Ana. Neresida? Zo'r bo'ldi. Ikkita modangiz topib qoladi, 3 ta nar bo'libdi o'ka. Nar tangagacha Bo'ldi, ketdi. To'g'rimi? Ayyo. Bozordan chiqsa o'ka. Bering. 3 ta nar, 2 ta moda. Yo'q, aka bo'lmaydi. Qanchaga beradi? Qo'shavering. 270 ga berasizmi? Bering. Qapas bilan. Yo'q, kapasiti va nonamiz aka, kapasiti. Bo'ldi hozir. Kapasiti sizga beriladi. Yo endi o'zini bering. O'ka, bitta so'rayman. 300 ga bo'lsa oldi. 300 ga bo'lsa oldi. 300 ming so'mga 2 ta moda, 3 ta nar. Tavakkal Allohga so'rashyapti, berishmayapti. Xo'p. Asosan 2 ta moda tortyapti dedilar. Kutga bak, kut. Mana bulbulni chiplagan. 220 ming. Sayr etganmi? Qachon tushgan bu? 5 kun bo'ldi. Qaydan tutildi buni? Yanqo'rg'on. Peraval, ha, Peravaldan ketdi. Kecha kimdir menga telefon qilib so'raganda, shuni videoni tashlab qo'yishni berishdi. Peravaldan tushibdi. Bulbul Namanganda o'z nomerlarini qoldirib qo'yaman. Alo'lacha. 250 ming so'mdan. Rossiyaniki. Rossiyan bular. Rossiyskiy ekan bular. Rossiyadan ham kirib ko'zman alolar, lekin chiroyli ekan. Ranglari yaxshimi? Bulbulimiz. Xo'p, 650 ming so'm kam bor aytilyapti ekan. Sharqandoq turibdi. 100 dollar. Nomer ayting aka, men bulbuliga telefon qilishadi. 90 753 0725 aloqaga chiqaverasizlar mana shu bulbulga. Bulbul tushibdi ekan. Peravaldan 650 ming kam bor aytilyapti. Kelishasizlar. Kebak qut qancha? Kilosi yo 100 gram 300 ming so'm kilosi. Aloqaga chiqaverasizlar. Buni maydasi yo'qmi? Yirik ekan bu. Sugab qoldi maydasi. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Nomerlarni qoldirib qo'ydim. Mendan bitta endi chiroyli video qilib beramiz, xudo xolasa. Aka qancha bo'ldi alon narxi? Sizdanmi? Alon 600 ming. Bu yillimi yo kuzgimi? Yilli. 600 ming so'm aka. Bu naqaga yurganmi? Narim modami? Na, sabay kanaraka yurganmi? Hali qo'shilmagan, lekin tayyor. Sheydan harakat qilyapsizlar akamiz. Mana modami o'shanda kanaraka? Moda. Uya yilisa bo'ldi. 600 ming so'm narx aytilyapti, kami bor baribir. Mana TVdagilar sizdanmi? Bular sizdan. 600 ming so'm ekan. Mana buni keyingilardan ko'ramiz. Rahmat, barakasini bersin bozorga. Kanaraka bozoridan ham bitta ko'rsatib o'taman.
sovuq uchadi turibdi. O'ylab qo'yilgan. Bularni ham o'zi bitta ko'rsatamiz, xudo xohlasa. O'zi bog'dagilarni bitta bilaylikchi. Oq, limon, mozaika, hammasidan bor ekan, bitta bilamiz. O'sha bo'lmayapti narxim bilan. Narmi aka bilan? Ha bizda. Narmi? Narximiz sayrovda. Pulicha puli? Puli 600 mingdan. Kami bor? Kami bor, kelishtirib beradi. 600 mingdan kam bor aytilyapti. Baribir bozor bitta ko'ribmen, so'ramagan buni. Yakka qilgan, endi yakka. Jup, bir-biri bilan jup, sariqqa sariq jup, krasiga krasli jup, mana ko'kka ko'k jup. Tayyor boqaman degan. Jupiga necha pul qilishgan buni? Bularni hozir 1 million. Limonga necha pul berishdi limondan? Limon 2 kilo 400 mingga kirib turibdi. Bermadingiz. Gavda sal kichikroq, lekin qilichi narsa ekan. 400 mingga 200 ming so'mdan bo'libdi deyman. Berilmagan. Mana buni ichida bor. Ko'kka necha pul berishdi? Bularga hozir 1 million 100 ga kirib turibdi. To'ttasi. Shu Oltita. hammasimi? Hammasini 1 million 100 ming so'm. Havaga qo'shgani kerak moda. Havaga qo'shgani mana bor. Mana bor moda. Tayyor modelimi ishlaganmi buni yo ishlamagan? Ishlab turganda bu jupda hammasi. Ha, bitta 1 million 100 ming so'm bo'libdi, to'ttasini hisobini bo'lib ketgan. O'sha chekkadagini ham bitta bilib o'tsa. Sarayusta ko'rdingiz, sayroq yaxshi xudo xohlasa. Bularni hammasini. Assalomu alaykum. Qo'ga, o'ylaytingizmi? Charchab turibsiz? Sog'lom. Nimalardagilarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hammasi nar bular. Mana mo'njali mana shular moda. Modani chunki gala qilib tashlab qo'ylar. Bular nar qo'yganlar. Narlar ish puldan ekan aka. O'rmana. Krasniylar bor ekan. Charchab turibsizmi? Assalomu alaykum. Sizsiz. Ish puldan narx aytilyapti bularni. 500 ming ozgina kami bor. Mana modalashkigan. Bular ham nar, qafasi yetishmadi, ko'proq qo'yib qo'ydinglar. Men modadanman. Qafasi endi kelib turibdi. Xo'p, bular necha pul berdi mana shapkaga? Mashinaga. Ishlaganmi? Hurmatli ishlagan. Urug'otgan. Urug'otadi, xudo xohlasa. Xo'p, yana qaysi sayrit berdi? Mana oq sayritda, oqqa necha pul berishdi? Berilmadi. Mana krasligacha. Bedaga 300 mingdan 500 minggacha bo'lgan narxlar ham berdilar hammasi. Nomeringizni qoldirib telefon qilishsa, xudo xohlasa kelishtirib chiroyli qilib beraverasiz axir. Biz ham endi internet ko'rgan-a, internet orqali sotishga. Bozorga zbor to'lab kirib, meni vaqt o'tkazganda. Ayting nomerni. 91 369 63 18. Kanareka yetarliga uyda. Nechta bor? 200 jupmi? 200 taga 100 jup qo'shib 100 bor ekan. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar aka. Endi faqat internet orqali sotishga xudo xolasa harakat qilamiz. Sababi internetda bir ishonarli narsa aylanadi. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Hop, unda keyingilardan ko'rib chiqamiz, xudo xolasa vaqtga qarab. Hop. Sotilmadimi bu? Akamiz ketdilar, o'z bozorimiz ham tugab qoldi. Hop, hurmatli obunachilar, videoga yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lish tekin, hurmatli obunachilar. Faqat obuna, like. Boshqa narsa shart emas bizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni xato kamchiliklar uzr, lekin aloqaga chiqingni deyman desam, mana bulbul bor ekan. Mana shu bulbulni ham bitta ko'rsatib o'taylik, mana bulbul. Nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bu ham 2 4 6 8 9 ta ekan. To'qqizta ekan bulbulimiz, o'zi bitta
Egalar nomerni qo'ldiraman, boshda ko'rsatgan. Bu nargin bilan bitami bu ham yo boshqa kishimi bu? Sizdanmi bu? Nech pul buni puli? 500 mingdan 1 million bor. Sayritgan bilan hammasi? Necha kun bo'ldi tutilganiga? Bir oylik. Demak, sayroqdagi qapasgan o'rgan bo'lgan. Bir oylik. Bir oylik ekan. 500 mingdan 1 milliongacha bo'lgan ekan buning ichida. Nomeringiz necha? 99lik. 205 30 20. Adres qayda? Namangan shahar o'zi ekan. Bu qaydan tutilgan? Toshkent Chimyondan tutilibdi ekan. Bir oy bo'libdi, demak, sayroqqa kirgan ham o'limdan o'tgan. Aloqaga chiqaverasizlar akamiz o'zlariga. Sog' bo'linglar.